Grijada mumkin emas-ku, churra chiqsa mumkin emas-ku, ot sporti yomonlashtiradi, bel og'rig'ida yomonlashtiradigan ko'p yozishyapti, lekin bu asli noto'g'ri. Bitta to'g'ri narsasi bor. Bir xil ayrim mashqlar otda mumkin emas, ya'ni resist deydi. Bu o'tirib turish mumkin emas, galop qilsa bo'ladi va yursa bo'ladi. O'zini texnikasi bor, to'g'ri o'tirish texnikasi bor. Ya'ni otga yugurib borib bittada o'tirib olish mumkin emas. Uni tayinlanish kerak, oyoq mushaklarini tayinlash kerak, qo'l mushaklarini tayinlash kerak. Nimaga? Otda o'tirmagan odam bittada otga o'tirsa, albatta 3 kun qiynaladi. Otda ko'p o'tirganligi sababli, masalan, bitta mashq 45 minut bo'lsa, 45 minut bu odamlarga 3 soat sport zalda shug'ullanganlik bilan teng bo'ladi. O'shanga men har bitta odamlarga ot sportini boshlamoqchi bo'lgan qiziquvchan insonlarga birinchi bo'lib tayinlaninglar, mushaklarni tayinlash kerak, keyin ot sportiga borish kerak.